Hammaga assalomu alaykum. Bugun hafta kuniga yakshanba 7-dekabr 5 bola tovuq bozoridan syomkalarni boshladik. Quyonlar, Ko'p bola. quyonlar ish bilan ekan. Qasinasi? Nu narxlarni aytib o'taylik kanal YouTube'ga. Ayyo, marka. Do'shim chiqadi. Narxlar aytmagan xo'rozlar bor ekan menga. Kaptarlar ish bilan ekan tog'a. Kaptarlar. Qanchadan? 35 dan. Xo'rozchi? Xo'roz 150. Quyonlarchi? Ular 100 ming. 100 mingdan. Bu xo'rozlarchi? Bularmi 150 mi? 150 dan. Bu quyonlarchi? Ular ham 150. 150. Burdaychi? 250, 600, 100 ming. 600 ming. Xo'rozam lekin go'ja ekan hali. Bular nech puldan? Xo'rozlar nech pul? 250 mingdan. 250 mingdan. 250 ming. Katta qolishda vaqti. Quyonlar nech pul ekan? 3 ta dona tug'di, lekin katta bo'ldi-da. Kam tug'adi ekan. Nech puldan ekan? Katta ekan. Nech puldan ekan? Buni 150 deyapman. Halilar 120 dan deyapti. Quyonlar nech puldan ekan? Olaman deganga tushiraman. Degan ekanmiz. Quyonlar nech puldan ekan tog'a? Qanchasi? Bular. Narxlarni aytaychi. Bu 400 ming, bunisi 150 ming. 400 ming, 100 ming. Buchi? Nech pul ekan tog'a? Nech pul ekan? Qaysi? Bular. 150 ming. Xo'roz nech pul xo'roz? Nerede? Şöyle bor ekan bitta. Bu kimdan ekan? Egasi yo'q. Bu nech pul ekan aka? Kelishyapti. 200 so'rayapti. 500, 550. 500 ga berasizmi? Nech pul ekan tog'a? Ikkosimi? Ha, ikkovi. Ikkosiga 800 beraman. 200 ga 800. Bu nech pul ekan? Egasi yo'q ekan. Bular nech pul ekan? 1 million. Bularchi? Bu ham shunaqa, uchalasi. Bu ham sotiladimi? Ha, Bu nech pul? bu ham o'shalar. 1 million bu ham. Bu nech pul ekan aka? Nech pul ekan? 1,5 million. Bor, yo'q, bo'lmaydi. Xo'rozlarni ham nima? Bu nech puldan ekan aka? Nima? 200 mingdan deyapsiz, kami bor aka. Donasi? Donasimi? Ha, Donasi 200 ming ekan. Tug'yapti. o'sha Bular nech puldan ekan? 500 dan donasi. 500 dan donasi. Tog'lar bor ekan. Bular nech puldan tog'a? Qaysi? Bular. Bular 60 mingdan. 60 mingdan. Xo'rozlar. Bularchi? Yo sotildimi? 150. 150. Bunisichi? Hammasi 150 dan bular hammasi. Quyonlar nech puldan ekan xola? 200 mingdan. 200 mingdan. Hammasi bir xil. Bularchi? Ular 250 dan. 250 dan. Tovuq nech pul ekan aka? Nima deysiz? Tovuq. Nech pul? Qancha berasiz? Kostyumga qilyapman. Ha, qancha qilyapsizmi? Ha. 20 ming. 20 ming.
Arzoni. Bunisi 22 ming. 22 ming. Bular nechi pul ekan? 80 dan deyapti. 80 ming. Bu nechi pul ekan? 200 ming ekan. 200 ming. Qullarchi? Можно взять. Qul nechi pul ekan aka? 200 ming. Xo'rozlarchi? 300 dan. Qo'yonlarchi? 50 dan. Bular kimdan ekan? Nechi pul tog'a? O'rdaylar? 150 ming deb kami bor. Xo'rozchi? Xo'rozlar. Xo'rozlar ham shu. Kami bor. 150 ming bermaysiz-ku. Yaxshi. Ko'ring. Xo'roz nechi pul ekan? Oz 250 kam bor. 200 kam. Xo'roz bo'ladi. O'rdaychi? 150 ming. 150 kam bor. 150 kam bor ekan. Qo'yon kimniki ekan? Aka 50 mingdan bermayapman. Sizga beraman. O'rdaylar nechi pul ekan aka? Aka, Qoptochi xo'rozlardan foydalana 150 mingdan sotasiz kattaxonada aka. Bu ordan onasi olganda tashlab ko'ring, bu vaziyat 100 grammi. Bular nechi pul aka? 150 kam. 150 ming. Bular qancha bo'lyapti? 50 60 mingdan deyapmiz aka, 50 mingdan qilishyapti. 60 mingdan 50 mingdan qilishyapti. Assalomu alaykum. Nechi puldan aka? 70 mingdan aka kam bor. 70 mingdan kam bor. Makonlar ham? Bitta xo'roz bor, 5 ta makon. Bitta xo'roz, 5 ta makon. Bular kimdan ekan? Aka narxlar nechi pul ekan bular? 75 dan yapadi. Qanchadan? 75 dan. 75 dan kam bor. Yaxshi, syomka qilyapman. Burada nechi pul ekan? 200. 200. Xo'sh ham bo'ladi, tulaydi, suv bosh yuribdi. Xo'rozlar nechi pul ekan? Xo'rozlar? Nechi pul? 110 dan 110 dan 130 gacha. Qullar nechi pul ekan aka? Qullar? Qul nechi pul ekan? 400 ming. Assalomu alaykum. Dammi aka? Syomka qilsa bo'laveradi. Nechi puldan aka? Xo'rozlar 100 kami bor. 120 ming. O'rdaylar 120 ming. O'rdaylar 120 ming. Makonlari 100 ming. 100 ming. Nomer qoldiramizmi aka? Ayting. 095 095 95lik 063 063 84 84 34. 34. Rahmat aka. Qaysi kanal? Fermer bola. Assalomu alaykum. Bular nechi pul aka? Nechi pul? 350. To'g'larchi? Qancha berasiz? Syomka qilyapman tog'a. Syomka qilyapman. Syomkaga. 200. mingdan. Bular nechi pul ekan aka? 50 dan kam bor. 50 dan kam bor ekan. Assalomu alaykum. Hozir nechi pul ekan aka? Hozir 200 ming. To'g'larchi? 80 mingdan. Xo'rozchi? 140 ming. 140 ming. Bu yaponchalarchi? Egasi yo'qmi? Ha. Kaptallarchi? 25 ming. Bular sizdanmi? Bular nechi puldan? Xo'rozchasi 40 ming. Nari 300 ming. 300 ming. Bular nechi puldan? 200 dan. Bularchi tog'a? Tog'a bu sizdanmi bu? He. Sizdanmi? Narxlarini aytib o'taylik. 70 ming, 100 ming, 70 150 ming. 150 ming. Eng kattasi 150. Buradan bormi? Bular nechi pul? Bular nechi pul? Ular qora tovuqlar 100 ming so'm. Qora tovuqlar 100 ming. Xo'rozchi? Xo'roz 120 ming. Bulichi? Qaysi? Mana bu. 80 ming qadar. Oq tovuqlarchi? Oq tovuqlar 70 ming so'm. 60 ming qadar. 60 mingdan. Ular
Bular 100 ming. 100 ming. Rahmat aka. Men bu o'rtasiga o'tib olaman. Assalomu alaykum. Yaxshilar? Yaxshimi? Bizdami? Narxlarni aytib o'tamiz. Narxlarni? 100 mingdan tovuqlar. Xo'rozchi? Xo'roz ham 100 ming. Xo'roz ham 100 ming. 15 ming Assalomu alaykum. Tovuqlar nech pul ekan tovuq? 100 ming so'm. Xo'rozchi? 150. Bularchi? Bular ham 100 ming so'm. 100 ming so'm tovuq, xo'roz 150 shunaqa. Bir xil ekan. Ha. Yesinmaydi. Tovuq 100 ming, 150 ming xo'roz. Bular nech pul ekan? 100 dan? 100 ming. O'rtalar nech pul ekan? 200 mingdan kam bor. Bular nech pul ekan? 100 mingdan. 100 mingdan. Bular nech pul ekan? Tovuqlar? Tovuqlar nech pul ekan tang? Ko'rib olavering. Hech puldan beradi. Syomka qilyapman-da, bitta narxlarni aytib ber. 100 ming deyapman, kami bor. 100 ming kami bor. Qanaqa paroda bu? Hashaki. Hashaki. Bu nech pul ekan? 300. 300. Beraveramiz. Nech pul bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti shular? 70 mingdan. Beraveraman. 70 dan. Bu nech pul ekan? Fermer bola deb istaveradi. Lekin nech pul ekan qullar? Quli-qulilar 400. 400. Nech pul ekan dakanlar? 150 dan ketam. 150 dan. Xo'rozchi? Xo'roz ham. Xo'roz ham 150. Ularchi? Makon 100 dan, xo'roz 150. Makodan 100 dan. Xo'roz 150. Ular nech pul? 550 kam bu. Oilasi, ha? Yine topishgan Nech pul tog'a? Quyon? 250 ming. Kam bor. Ular nech pul ekan? 100 ming. Kam bor. Xo'rozlar nech pul bu? Beravering. Bu syomka qilyapsiz-da? Ha, Narxlarni aytib ber. 80 dan berib yuboramiz. 80 dan. Ha, tug'yapti bitta. Buchi? Ha, bu 40 ming. 40 ming. Jo'ja bo'ri. Quyon kimdan ekan? Quyon. 100 dan aka. Nech pul? 300 deyapsiz. Bularchi? Bolalarim, Общий. bolalari 35 mingdan. Bolalar 35 ming. 150 ming. Mas'ul 150 ming. Ha, shu bilan bozor tugadi akalar. Nimaga rahmat.